Men o'zim ham Xitoy sotaman, lekin ishlab chiqarish tarafdoriman-da. O'tgan safar ishlab chiqarishni maqtaganimni Xitoychilarning ko'pchiligini jahli chiqdi. Lekin men nima demoqchiman? O'zimizning milliy brendni ham ko'taraylik. Men milliy brend ko'tarib, ya'ni yomon mahsulotni olib chiqmoqchi emasman sizlarga. Ham raqobatlashayotgan katta-katta o'zbek milliy brendlari bor. Endi men undan kattalarini yoritib bera olmayman. Hozir o'zim ham ishlab chiqarishim bor, Xitoy mahsulotim ham bor. 18 yildan beri Azim Qo'qon shahridan kelib Toshkentda ishlab chiqarishini yuritib borayotgan do'stimning brendini bugun ozgina sizlarga obzor qilib beraman. Xo'p, qarang, buni Xitoydan nima kam joyi bor-da? Misol uchun Xitoyda ham shunaqa mahsulotlar ishlab chiqarishyapti, lekin bizaniki ham birga bir qolishmayapti-da. Mana qarang, chiroyli qilib. Men nima deb aytib o'tdim o'tgan safar, mana shu aksessuarlar bilan kirib kelish bilan bizga qimmat tushib ketyapti deb. Lekin solishtirsanglar, ayrim mahsulotlarni narxi bir xil kelib chiqyapti, lekin bizaniki bari premium kasbiga javob beryapti-da. Xo'p, buni razmerini aytib o'tib ketaman. 2-3-4 yoshgacha bemalol kelib o'tadi. Xo'p, nimaga ikkitalik qilib ishlangan? O'sha bizada ranglarni ko'proq assortimentda, ya'ni marketing qo'llangan bu yerda ikkitalik razmer, hamma rangidan ikkita-ikkitadan olsanglar, bemalol qiynalmay hamma rangidan sotish uchun udobniy qilib qo'yilgan. 12 ta viloyatga menimcha dastavkasi bor. Narxini 75 ming so'm belgilangan mana shunaqa troyka. Qarang, hozir bahorga bemalol kiydirsangiz bo'ladi. Shunaqa admanka qilib troyka ekan. O'zim mahsulotim emas-da, birov mahsuloti bo'lgani uchun adashib ketdim. Troyka qilib ishlangan ekan, juda ham zo'r. 75 mingdan 75 mingga troyka, qarang. Yana Xitoy, mayli endi o'zim ham Xitoy sotaman.